Og'ayni balli mashq etibdi. Unga haykal ham o'rnatishibdi. Mana buni madaniyat deyshadi. Xorijliklarga hech qachon haykal o'rnatmaymiz. Bizda bunaqasi bo'lmagan axir. Qanday madaniyat? Hatto pul ham berishdi. Men endi hech qachon uyga bormayman. Og'ayni ajoyibsan. Hatto Balinikida kelyapti og'ayni unda. Tasavvur qilyapsanmi? Balinikida. Xuddi asligidek tayyorlashdi. G'aroyib haykal. Bali, murabbiy. Tilanchi. Murabbiy yo'q. Qani kiringlar. Xizmatkorlaring juda ko'p emasmi? Jim bo'lsang-chi. Salom Balli. Ishlar yaxshimi? Ular hammasi dankirlar. Hindiston, Pokiston va Bangladeshdan. Ijara haqqi o'rtada bo'ladi. Ular jonajon shahrimdan kelishgan. Boshpana topgunga qadar ular shu yerda tunab qoladi. O'ylaymanki, hech qanday muammo bo'lmaydi. Rahmat. Axir talabalik vizasini olgansan. Nega bu yerda yashayapsan? U yerda kollej yo'q. Bu soxta viza. Tutib olishsa qamoqqa tiqishadi. Shunga. Bu yoqqa kel. Ha, murabbiy. Bu uy qayerda? Seni mashinang qani? Qayerda dedim? Bunday suratlar qolganlarni ham bu yerlarga rom etadi. Ular chegarada o'lib ketishadi. Haqiqiy suratlarni jo'nat. Tilanchilik qilayotganingni ham. Bo'pti. Haqiqiysini jo'nataman. Oyim xursand bo'ladi. O'g'li tilanchi, kuniga 20 funt sterling topaman. Oyiga 600. O'zimga 100 ni qoldirib, 500 ni uyga jo'nataman. Oyim meni Londonni qiroli deb o'ylaydi. Endi tikayotganida choy ichish uchun tanaffus qilyapti. Aytishcha, o'z fikrini bildirayotganida atrofdagilar unga quloq tutishyapti. Senga rahmat, o'g'lim. Tushundingmi? Chunki men Londondaman. Bitta surat bilan barbod qilaymi? Hech birimiz haqiqiy rasmni jo'natmaymiz. Agar ariqlarni tozalayotganimizdan xabar topishsa, pullarimizdan qo'lansa is kela boshlaydi. Ular uni olishmaydi. Yo'q. Menga qara. Bu yerga yaxshi hayotni izlab keldim. Lekin buni uddala olmadim. Oilam esa yaxshiroq yashayapti. O'zi hayotim qanaqa edi, ha? Taqirboshlarning sochini tarardim. Meni urma, politsiya. Urib bo'ldik.